Mana bugun biz gulyash tayyorlaymiz. Uning uchun kerak bo'ladi 250 gram go'sht, yarimta qizil bulg'or qalampir, yarimta ko'k bulg'or qalampiri, 3 dona shisno donachasi, bitta piyoz, keyin bitta pelaga yaqin ovqat qizartiradiganimizdan, ajikamizdan, ziravorli, bitta choy qoshig'ida kashnish, bitta choy qoshig'ida siri, ta'bga ko'ra tuz, yana bizga kerak bo'ladi ziravorlardan universalniy pripravadan yarim choy qoshig'ida va bizani o'sha gulyashimizni quyultirish uchun, podlivasini quyultirish uchun bitta osh qoshig'ida un kerak bo'ladi. Garniriga bo'lsa 3 ta kartoshka, bitta kosada guruch kerak bo'ladi. Guruchni qaynatib olamiz. Keyin 10 gram yog', sariyog' bilan, 10 gram sariyog' bilan va qo'rishimiz uchun kartoshkaga yog' va o'sha guruchni ham qaynatishdan oldin yog'ga ozgina qo'rib olamiz. Unga ham yog' kerak bo'ladi ozgina. Hozir endi birinchi bo'lib pishib, hamma go'shtlarni, bolgarskiylarni, keyin piyozlar hammasini to'rab olishdan boshlaymiz. Hammasini kubik shaklida to'rab olamiz. Mana go'shtimizni shunaqa kubik shaklida to'rab oldik. Endi piyozimizni ham o'sha kubik shaklida to'rab olamiz. Mana hamma sabzavotlarimizni shunaqa to'rtburchak shaklida to'rab olamiz. Endi qozonimizga yog' solib, bir 70 gram, 80 gram yog' solib qo'rishni boshlaymiz. Mana tovamizga yog' soldik. Endi birinchi bo'lib qizil bolgarskiyni qo'ramiz. Mana go'shtni ham soldik. Endi buni ustiga tuz sepib, piyozni solamiz. Mana piyozni ham soldik. Ozgina aralashtiramiz. Sabzavotlarimizni o'ldirib yubormaymiz. Xuddi lamonikiga o'xshab tiriroq bo'lishi kerak sabzavotlarimiz. Mana ko'k bolgarskiy lonchisini ham soldik, aralashtirdik. 1-2 marta aralashtirib, qizartiradiganimizdan solamiz. Mana qizartiradiganimizdan ham soldik. Endi buni ustiga bitta osh qoshig'ida un solamiz, podlivamizdan quyultirish uchun. Uni soldik, endi yaxshilab aralashtirib suv solamiz. Mana suv soldik, endi ziravorlarni solamiz. Mana podlivamiz sekin qaynashni boshlayapti. Past qilib miltillatib qo'yamiz. Bu orada guruch bilan friyni qilib olamiz. Mana endi guruchimizni tayyorlaymiz. Uning uchun qozonimizga 5 osh qoshiqda yog' solamiz. Ustiga ozgina sariyog' solib, keyin guruchimizni, yuvilgan guruchimizni solib qo'ramiz. Ozgina qo'rganimizdan keyin guruchimizni ustini yopadigan darajada suv solib, ozgina ustidan tuz sepib, ta'bga ko'ra tuz sepib, uni dimlab qo'yamiz past qilib. Mana suv soldik. Endi ozgina tuz sepib, qaynab chiqqandan keyin past qilib dimlab qo'yamiz. O'zi suvni tortib, suv qolmaganda guruchimiz pishgan bo'ladi. Mana bu yerda podlivamiz miltillab qaynab turibdi. Mana kartoshkalarimizni hammasini to'rab oldik. Endi buni muzey suvida yaxshilab chayib tashlaymiz. Kraxmalni ketkizib, qo'rib olamiz yog'ga, ozgina tuz sepib. Mana guruchimiz tayyor bo'ldi. Mana skorotkамizga yog' soldik. Frilarimizni qo'shib boshladik kartoshkalarimizni. Mana frilarimiz pishishni boshladi. Mana frilarimiz deyarli tayyor bo'ldi.